minbarda turib sahoba ikromlarga gunoh kabiralar haqida aytib berar ekan. Bir safar gunoh kabira haqida Rasululloh ta'kidlab ota-onaga oq bo'lish, shirk keltirish, zino qilish, o'g'irlik qilish deb sanatlarda eng og'irini aytaymi dedilar. Eng og'ir gunoh. Ayting ya Rasululloh deyilganda Rasululloh takror qayta aytgan ekanlar. Juda ahamiyatli so'zlarni Rasululloh ko'p qaytarib aytadilar. Qavlu zur, ya'ni yolg'on so'z, yolg'on xabar, yolg'on gap deb qayta aytgan ekan. Sahoba ikromlar biz Rasululloh alayhissalomni qani edi to'xtasalar deb o'ylab qoldik. O'zi sahoba ikromlar Rasululloh qachon bir bizga bir hadis, ya'ni qachon bir nasihat qiladilar deb kutib turgan. Endi bu va'idni qayta aytganlaridan keyin qachon edi Rasululloh to'xtasalar deb